Hello, hammaga salom bolalar. Yaxshimisizlar, tuzingizlar, ishlar bo'lyaptimi? Xo'p, bugungi video roligimizda sizlar bilan videoni obloshkasi nomidan ko'rganingizdek, mana bu kompyuterning foniga, ya'ni рабочий stolga rasm qo'yishni o'rganamiz. Tayyor bo'lsalar, unda biz videoni boshladik. Hop, bolalar, mana ko'rib turibsizlar, рабочий stol, mana mana shu рабочий stol deb nomlanadi va biz рабочий stolga rasm qo'yish uchun, masalan, sizga rasmlar kerak. Google'ga kirasiz va o'zlaring yozasizlar. Masalan, рабочий stol, masalan, любой BMW, mana BMW rasmlari va рабочий stol pikseli 1280x720. рабочий stol deyishlaring ham shart emas. Masalan, men buni o'chirib olgan holatda BMW rasmlari 1280x720 va bunda ham albatta rasmlar kelib chiqadi. Va masalan, sizga bir rasm yoqdi, mana ko'rib turibsizlar, mana shu rasm sizga yoqqan bo'lsa, rasmga bosasiz va chiqqan oynada o'yin tugmasi, chiqonchaning o'yin tugmasini olib kelib bosib, сохранить картинку как ni bosamiz va chiqqan oynadan рабочий stol, xohlasangiz nomni o'zgartirib yoki tegmasalar ham bo'laveradi va сохранить tugmasini bir marotaba bosamiz va mana сохранить bo'ldi va mana hozir mana o'sha BMW ning rasmi. Endi buni ikki xil ravishda qo'yish mumkin. Birinchisi, bunga ustiga bir marotaba bosib o'yin tugmani bosamiz. Chap tugmani bir marotaba bosgan holatda o'yin tugmani bosamiz va bizga chiqargan menyudan mana bu Содержали фонизм изображением рабочего стола bossalayam bu ekranga qo'yiladi. Yoki-da bo'sh joyi, ekranni bo'sh joyga so'nchani olib kelgan holatda, mishkaning o'ng tomonini bosgan holatda personalizatsiya oynasiga kirsangiz ham va bu настройкаdan ochiladi. Bu yerdan siz kompyuteringizda mana bu yerga personalizatsiyaga o'tasiz va mana bu yerda obzor bosamiz, obzorni va mana shu изображение yoki da boshqa o'zingizda bor rasmlarni tanlab выбрать kartinkani bosib qo'yamiz. Va mana qarabsizki, rasm рабочий stolga qo'yildi, chiqib ko'rsak, mana menda qara, chunki rasmni oxirigacha ochib olguncha kutib turmasdan shunday saqlanib qo'yardim. Mana do'stlar, ko'rdingiz, rasm qo'yishda. Rasm qo'yish bizda mana shunday bo'ladi. Va endi men sizlarga yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Sizlarda har kuni yangi rasm qo'yilib turishini istasangiz, Microsoft Bing degan dastur bor, ekranlaringizga chiqarib qo'yaman. Mana Bing Wallpaper, Microsoft Bing Wallpaper. Bu ilovani siz Google'ga kirgan holatda yozasiz. Shunchaki Bing Wallpaper deb yozsalaring, Wallpaper deb, короче, va mana bu yerda chiqadi, mana install Bing Wallpaper. Mana shu saytga kirgan holatda Bing Wallpaperni skachat qilib olasiz yoki download qilib olasiz va kirib, shuni start bosib mana o'rnatib qo'ysalaring dasturni. Dastur har kuni kompyuteringizga internetga ulanganda o'zi yangi rasm qo'yib turadi. Masalan, mana Bing Wallpaper. Hop. Mana shu yerda ko'rsalang bo'ladi va mana Bing Wallpaper kecha qanday rasm qo'ygan edi. Mana bugungi rasm mana shu bo'ldi. Yoki bu kechagi rasm bo'lsa kerak, menimcha o'zgaradi. Bu kompyuterda hozir yoqdim. Mana bu kechagi rasmi, bu undan oldingi rasmi. Короче, bo'ldi. Mana Bing Wallpaper xuddi shunaqa dastur. Har kuni o'zi avtomatik yangi dasturlar qo'yib boradi do'stlar. Xo'p do'stlar, video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, men bundan xursandman. Shuning bilan bugungi videomiz tugadi. Xayr, sog', salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha videoga like va obuna bosib qo'yamiz. Xayr.